Assalomu alaykum. Men ismim Shodliya, yoshim 35 ta. Yosh bo'lishimga qaramay, ancha kasalliklar menda bor. Bulardan давление, гипофизда киста аденома, гормональное нарушение, semizlik 2-степень, yana hay siklimda buzilishlar bor. Men Hitazan mahsulotlaridan Spirulina bilan Tianshini antilipidni choyini ichdim. 40 kun, 45 kun ichdim, davomli ichyapman. Lekin 3 haftalik natijada meni hayzim kelishni boshladi. Bundan keyin mana 2-oyga o'tdim. Hayzim 28 kunda ravon keldi. Men hech bunaqa 7 yildan beri normada kelganini ko'rmagandim. O'zimda yo'q xursandman. Tianshi mahsulotiga rahmat. Endi men davomli qilib shu Tianshini kompleks qilib ichmoqchiman. Hitazan, antilipidni choy, kalsiy, sink qilib hammasini kokteyl qilib ichmoqchiman. Menda natijalar zo'r. Tianshiga rahmat.